Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun men sizlarga grammatika topikimiz to be fe'lini o'tib bermoqchiman. Bu to be fe'li har bir zamonda yordamchi fe'l sifatida keladi. Aslida fe'lni nima narsaligini bilib olishimiz kerak. Fe'l bu gapda ish harakatini bildirib keluvchi so'z deyiladi. Hop, to be fe'lida ham o'zini vazifasi bo'ladi. O'zbek tiliga tarjima qilganda ingliz tilidan shu vazifasini olib turib biz o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. To be fe'li shu ko'rsatilgandagi am is are bo'ladi. Am is are, I ga am bo'ladi. I ga am, he, she, it olmoshlarimiz uchun is bo'ladi. Shu olmoshlardan keyin is keladi. Are bu ko'plikdagilar uchun, we, they, you lar uchun. Okay? Hop. I uchun am, he, she, it lar uchun is bo'ldi. Ko'plikdagi we, they, you lar uchun are bo'ladi. To be fe'li bu asosiy qoidamiz. To be fe'li ingliz tilidagi eng asosiy fe'l bo'lib, u shaxs yoki narsaning kimligini yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Mana bu kimligini, qandayligini, o'sha insonni sifatini yoki o'sha insonni yoki o'sha narsani sifatini yoki qayerda joylashganini, qayerdaligini bildirish uchun ishlatiladi to be fe'lini. O'zbek tiliga ko'pincha man, san, dir qilib tarjima qilinadi. Okay? Hozirgi zamondagi o'sha fe'l bu 3 ta bo'ladi. Am is are, tepada ko'rsatib o'tdim. Bularni aytishim shart emas. Okay? Endi men asosiy core, masalan, muhim joyiga keldim, muhim joyiga. Masalan, I am a teacher bo'lsa, men o'qituvchiman. Men o'qituvchiman dagi I am dagi am o'zbek tilida man bo'libdi. Agar bu manni olib tashlab, ingliz tilidan ham am olib tashlasak, I a teacher bo'ladi. To'g'rimi? Men o'qituvchi desam, o'zbek tilida ma'no chiqmay qoladi. To'g'rimi? Shuning uchun ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham o'zini ma'nosini olib keladigan am yoki man qo'shilishi shart. Okay? He, she, itlar uchun he is brave. U jasurdir. U jasur bola. Okay? Bunda mana dir o'zbek tilidagi, eski o'zbek tilidagi dirga to'g'ri keladi. Lekin ingliz tilida bu isga to'g'ri kelgani uchun eski o'zbek tilidagi qo'shimchani olib ishlatib ko'rsatib beryapman. Okay? You, we, they da are ishlatamiz. Ular shifokorlardir. Shu joyda are va mana bu s-ni tarjimasi. Shifokorlardagi lar s ga to'g'ri keladi. Doktorlardagi s ga, dir xuddi are vazifasidagi dir bo'lib kelyapti. Okay? Okay. Endi I am a teacher, men o'qituvchiman. Bularni ko'rsatildi. Asosiy mana bu. I am not a doctor. Agar negativ shaklini ishlatmoqchi bo'lsak, shu to be fe'lidan so'ng not qo'shimchasini qo'shilsa, o'zbek tilida emasman shunaqa tarjima bo'lib keladi. Masalan, I am a doctor desam, men doktorman. I am a doctor. Men doktorman. Endi buni aksini gapirilyapti pastda. Men doktor emasman. Shunda I am degan so'zdan keyin notni qo'shib qo'yamiz. Okay? He is not a pilot. U uchuvchi emas. You are not honest plumber. Siz halol santexnik emassiz. Honest bu halol degani, plumber santexnik degani. Okay? Endi hozirgacha mana shu gaplarimizda insonni kimnidir yoki nimadir narsani
kimligini, masalan uchuvchiligini aytdik, uchuvchiligini. Qanaqa uchuvchiligini aytamiz? He is not a good pilot desa, u yaxshi uchuvchi emas. Birinchidan uchuvchi kimligini aytyapmiz, ikkinchidan yaxshi uchuvchi emasligini aytyapmiz. Bu tepadagi mana bu birinchi qoidamizga to'g'ri keladi. Kimligini, qandayligini deb aytilgan qoidaga to'g'ri keladi. Endi undan keyingi gapimizda he is in America deb aytibdi. U bola Amerikada. Qoidamizda qayerdaligini aytish uchun ham ishlatiladi degan so'z bo'ladi. Qoidamiz bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun bu joyda he is in America desa, u bola Amerikada. U hozir Amerikada yashayapti. U hozir o'sha joyda. Okay? Endi savolli shaklida to be fe'li gapni birinchi so'zi bo'lib keladi. Birinchi so'zi shunda am I, is he, is she, is Abdulloh. Okay, he o'rniga Abdulloh yoki she o'rniga Lola birorta qiz bolani ismini qo'ysa bo'ladi. Okay? Are they strong? Hop, gapimizni ko'ramiz. Am I a good teacher? Men yaxshi o'qituvchimanmi? Oxirisidagi o'zbek tilidagi mi degan qo'shimcha o'zbek tilidagi savolli gapni keltirib chiqadi, to'g'rimi? Endi ingliz tilida bu to be fe'li birinchiga o'tishi bilan ingliz tilidagi shu, o'zbek tilidagi mi, ingliz tilidagi am gapni birinchi so'zga, birinchi darajadagi so'zga o'tish orqali savolli shaklini keltirib chiqaradi. Hop, is he? Bunda ham is she a tall girl? U novcha qizmi? Shu oxiridagi mi ingliz tilidagi isga to'g'ri keladi. Is lekin so'zni birinchi so'zini, gapni birinchi so'ziga qo'yamiz. Okay? Is Abdullah a rich person? Abdullah boy odammi? Okay? Savolli shaklida xuddi shu aytganimdagi am isarli gapni birinchi so'zi bo'lib keladi. So'roq inkor shakli bor bizda. So'roq inkor shakli bizda ham so'roq shakli, ham to be fe'li birinchiga o'tadi gapda, ham not qo'shiladi. Not qachon qo'shiladi? Am I degandan keyin not qo'shiladi. Yoki bo'lmasam boshqa shakllarda. Masalan, isn't qilib turib notni is bilan birga qo'shib yuborsa bo'ladi. Lekin am not I bo'lmaydi. Chunki bunda noto'g'ri ma'no chiqmay qoladi. Ton yaxshi chiqmay qoladi. Shuning uchun am I not bo'ladi. Qolganlarda isn't he, isn't she deb turib aytsa bo'ladi. Shunda tarjimada mana am I not a good chef? Men yaxshi oshpazmanmi degan bo'lardi agar not qo'shilmaganda. Endi hozir bu joyda yaxshi oshpaz emasmanmi? Ham negativ kelyapti, ham savolli gap kelyapti. Okay? Yaxshilab tushunib olinglar. To be ni bu joyda asosiy strukturasi. To be plus subject deganda I, you, we, they egalik olmoshlarini o'tganmiz-ku. Shu egalik olmoshlarini ishlatasizlar. Undan keyin not keladi. Notdan keyin sifatdagi kimligini yoki qayerdaligini aytamiz. Okay? Va bu joyda misollarimiz bor. Is she not in America now? U qiz hozir Amerikada emasmi? Isn't he a handsome model? Isn't he a handsome model? U chiroyli model emasmi? Aren't you a good teacher? Siz yaxshi o'qituvchi emasmisiz? Agar buni aren't mana bu joyga qo'yganimizda nima bo'lardi? You aren't a good teacher bo'lsa. You aren't a good teacher bo'lganda siz yaxshi o'qituvchi emassiz bo'lardi. Okay? Bu joyda o'zgarish bo'lyapti. Mana bu aren't bu joyga birinchilikka o'tsa, bu gapimiz emasmisiz bo'lyapti. Okay? Aren't you a good teacher?
siz yaxshi o'qituvchi emasmisiz? Ham savol bo'lyapti, ham negativ kelyapti. Okay? Bu joyda gaplarimiz bor. Bu gaplarni yaxshilab o'qib, sizlar yana ham yaxshiroq o'zlashtirib olishinglar mumkin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agar YouTube'da meni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, podpiska, like kutib qolaman. Mehnatimizni shunda qadrlagan bo'lasizlar. Yana ham sifatliroq darslarni sizlar uchun tayyorlab chiqarishga harakat qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar.